To'y qilmoqchi bo'lgan o'g'il qizlar qarshi tarafga ilgari o'tkazgan gunohini, xatoliklarini aytish kerakmi? Har ikkimiz diqqat qilgan asosda muhabbatlashib baqsaq, islomda to'g'ri bo'lamdi? To'ydan keyin o'ngshilib qola degan umidda va yoki salo bilan to'y qilsak bo'lamdi? To'y qilish yoshidagi o'g'il qizlarning loyiq tanlash va to'ydan burun diqqat qilishga tegishli bir qancha muhim nuqtalari bor. Bu nuqtalarga diqqat qilish keyingi turmushiga nihoyat cho'ng ta'sirlarni ko'rsatadi. To'y qilishdan burun diqqat qilishga tegishli muhim bo'lgan nuqtalarning birinchisi bo'lsa, to'yga, turmushga sog'lom tayyorlik qilish. Bugungi kunimizdagi ba'zi materiallar to'y qilish yoshidagi o'g'il qizlarga to'ydan burun er-xotinlik munosabatni o'rganishni tashabbus qiladi. Shuning bilan to'y qilmoqchi bo'lgan o'g'il qizlar har xil noto'g'ri yo'llar bilan er-xotinlik munosabatni o'rganadi. Amaliyotda bu usul birinchidan bizning dinimizda xato. Ikkinchidan keyingi sog'lom oila uchun nihoyat ziyonli. Chunki er-xotinlik munosabat har bir insonning tabiatida bo'ladigan to'g'ri iqtidor. Uni o'rganish ketmaydi. Uni noto'g'ri yo'llar bilan, ya'ni qalaymaqon filmlar orqali o'rgangan yoshlar asonla anonizmga xumor bo'lib qoladi. Anonizmga xumor bo'lib qolgan yoshlar bo'lsa, keyingi turmushidan huzur, lazzat ola olmaydi. Shuning uchun to'y qilmoqchi bo'lgan o'g'il qizlar turmushga nisbatan, to'yga nisbatan sog'lom tayyorlik qilish kerak. Bugungi kunimizdagi ba'zi materiallardagi zaharli qarashlardan o'zini saqlash kerak. Ikkinchisi, muhabbatlashib qilib to'y qilish. Muhabbatlashib qilib to'y qilish turmushimizga foydalikmi, ziyonlikmi? To'y qilmoqchi bo'lgan ko'pincha yoshlar to'y qilishdan burun qizlar bilan olishib baqsaq, yurib baqsaq, uni bir bilib baqsaq, ondan keyin to'y qilsak, keyingi turmushimiz uchun yaxshi bo'ladi deb o'ylaydi. Amaliyotda to'ydan burun olishda, yurishda, muhabbatlashishda har ikki taraf o'zining haqiqiy yuzini oshkorlamaydi. Faqat go'zal tarafini ko'rsatadi, yaxshi tarafini ko'rsatadi. Ya'ni har ikki taraf rol olgan holatda bo'ladi. Shuning uchun har ikki taraf birisi-birisining haqiqiy yuzini ko'rolmaydi. Shuning uchun muhabbatlashib to'y qilganlar to'ydan keyin asonla o'g'il qizni o'zgarib ketdi deb qaraydi. Qiz o'g'ilni o'zgarib ketdi deb qaraydi. Amaliyotda o'zgarib ketmadi. To'ydan burun muhabbatlashgan vaqtida har ikkilisi rol olgan, faqat chiroyli tarafini ko'rsatgan. To'ydan iborat bu maqsadga yetib bo'lgandan keyin asli yuzini oshkor qilgan. Undaqda qarshi taraf bilan tunishmayla, bilmay to'y qilamdiq, undaq emas. Albatta qarshi tarafni bilamiz, surishtiramiz. U tuymagan asosda uning atrofidagi kishilarni uni yaxshi surishtiramiz. Shundaqla xoli qolmagan ahvol ostida uning bilan paranglashamiz, g'oyasi nima, turmush qanday qaraydi, bu taraflarni inchiki so'raymiz. Bir odamning haqiqiy mohiyatini bilmoqchi bo'lsakmi, odatda biz u odamga boshqalarning bahosini surishtiramiz. Ya'ni av palani qandaqroq odam, nima ish qilgan, bu baho qarab u odamga diagnoz qo'yamiz. Biz loyiq tanlashdimi, bu usulni qo'llaymiz. Ya'ni u o'g'il qandaqroq yigit, nima ish qilgan, kim bilan aralashadi, u qiz nerda o'qigan, kim bilan aralashadi. Ya'ni atrofdan surishtir qilamiz. Bu qarshi tarafni tunishda eng unumli usul. Aksi muhabbatlashgan vaqtida bo'lsa, har ikki tarafning aqlini hissiyot yo'yib olgan bo'ladi. Eski taraflari, nachar taraflari oshkor bo'lib qolsa-mu, u vaqtdagi hissiyotimiz bilan uni ko'zimiz ko'rmaydi. Ammo to'y qilib bo'lgandan keyin bo'lsa, o'zgarib oldi deymiz. Yana kelib muhabbatlash orqali birisi-birimizni tuniymiz, yaxshi bilamiz. Ondan keyin to'y qilsak turmushimiz texmi yaxshi o'tadi deb qarag'anlarga shuni so'raymiz. Qarshi tarafni bilish uchun qanchalik muhabbatlashish kerak? 1 oy, 2 oy, 3 oy, 6 oy. Buning o'lchami qaysi? Buning o'lchami yo'q. Qancha qatim birga tomoq yeymiz, qancha qatim yolg'iz qolamiz. Bu oraliqda nurg'unlagan gunohga tushamiz. Yana kelib muhabbatlashib to'y qilganlar bilan muhabbatlashmay to'y qilganlarning turmush sifatida alohida farq bor. Ya'ni muhabbatlashib to'y qilganlarning turmushida muhabbatlashmay to'y qilganlarga qaraganda qizg'inlik bo'lmaydi. Chunki muhabbatlashib to'y qilganlar to'ydan burun nurg'unlagan gaplarni deyishib bo'lgan. To'ydan keyin ularning deyishadigan undaq yangi gaplar bo'lmaydi. Muhabbatlashmay to'y qilganlarda bo'lsa, yangi bir qizg'inlik, yangi bir aktivlik bo'ladi. Shuning uchun muhabbatlashib to'y qilganlar bilan muhabbatlashmay, ya'ni ko'rishtirish usulidan to'y qilganlarning orasida ajrish nisbatida zo'r farq bor. Masalan, Turkiyaning Oila va ijtimoiy xizmatlar ministrligining sobiq ministri Selma Aliyaning 12 shaharida 12 ming oilada ilib borgan tadqiqotida muhabbatlashib to'y qilganlarning ajrish nisbati 36.7% bo'lgan. Muhabbatlashmay ko'rishtirish usuli, ya'ni bizning an'anamiz bo'yicha tunishtirish usulidan to'y qilganlarning ajrish nisbati 25% bo'lgan. Demak, bizning dinimiz cheklagan ish bizning oqibatimiz uchun chuqur yaxshi. Chunki Alloh taolo bizni yaratdi. Bizning oqibatimizga nimaning yaxshi, nimaning ziyonli ekanligini Alloh biladi. Bizga foydali ishni Alloh taolo bizni hargiz cheklamaydi. Shuning uchun to'y qilmoqchi bo'lgan o'g'il qizlar bir-birini bilish, bir-birini tunish uchun muhabbatlash yo'lini emas, al-nisaqdan bizning an'anamizdan davomlashib kelayotgan tunishtirish, ko'rishish usulidan to'y qilsa, ham bizning
an'anamizga uyg'un, ham bizning dinimizga uyg'un eng sog'lom oilaning asosini qurgan bo'ldi. Turmushni qancha sog'lom, qancha haromdan yiroq boshlasangiz, kelgusi farzandingiz shuncha barakatli, shuncha pokiz bo'ladi. Buning misollari tarixda nihoyat ko'p. Shuning uchun to'y qilmoqchi bo'lgan o'g'il qizga turmushga pokiz, haromdan yiroq holatda kiradi. Shayton sizlarni har xil yo'llar bilan aldaydi. Diqqat qilasizlar, yolg'iz ko'rishmaysizlar, birisi-birisinglarni bomdodga uyg'otsizlar degan hilalar bilan aldaydi. Amaliyotda beshida shundoq boshlanishi mumkin. Lekin tug'an siri tadrijiy bu munosabat taraqqiy qiladi. O'g'il qiz yolg'iz qolgan vaqtida uning uchinchi sheriki shayton bo'ladi. Shuning uchun to'y qilmoqchi bo'lgan o'g'il qizlar to'y qilishdan burun muhabbatlashishdan iborat bu harom ishdan saqlanish lozim. Uchinchisi, ya'ni to'y qilishni ilgari diqqat qilishga tegishli ishlarning uchinchisi bo'lsa, o'g'il to'y qilmoqchi bo'lgan qizga ilgari o'tkazgan xatoligi, gunohini aytish kerakmi? Qiz agar ilgari bir gunoh qilgan bo'lsa, to'y qilmoqchi bo'lgan yigitiga uning hammasini aytish kerakmi? Agar aytmasa xiyonat hisoblanadi. Shu narsa esimizda bo'lishi kerakki, mayli o'g'il bo'lsin, mayli qiz bo'lsin, hayotida xatolik o'tkazmaydigan inson yo'q. Payg'ambar alayhissalom har bir odam xatolashadi. Ammo xatolashganlarning eng yaxshisi bo'lsa, tavba qilganlardir. Agar bir o'g'il, bir qiz to'y qilishni ilgari bir xatolik o'tkazgan bo'lsa, uningga haqiqiy shaklda tavba qilgan bo'lsa, uni tashlagan bo'lsa, u o'tmishdagi xatoligini, gunohini to'y qilmoqchi bo'lgan qarshi tarafga aytishi to'g'ri emas. Mayli u qanchalik cho'ng gunoh bo'lsin. Hazrati Umarning qishig'iga bir odam keladi. Ey mu'minlarning amiri, mening qizim ilgari nihoyat ig'ir bir gunoh o'tkazgan. U gunohga had keladi, ya'ni jazo keladi. U gunohning nima ekanligini ko'pinchimiz his qildik. Qizim u gunohni qilib bo'lgandan keyin nihoyat pushmon qildi. Hatto o'zini o'ltirib olg'ili qopdi. Biz uni tutib oldik, to'sib oldik. Qizim pichoqda o'zining tumorlarini kesdi. Psixikasi buzildi. Vaqt o'tgan sari qizim o'ngshaldi, o'ziga keldi, tavba qildi, Qur'onga yuzlandi. Qur'on yodildi. Nihoyat taqvodor bo'lib ketdi. Amdilikda uningga bir elchi keldi. Men bu elchiga qizimning ilgari o'tkazgan gunohini aytishim kerakmi? Hazrat Umar bu gapni anglagandan keyin shu darajada g'azablandiki, agar sen u elchiga qizingning ilgari o'tkazgan gunohini aytsang, men seni butun jahon ahliga ibrat bo'g'idek jazolayman. Bal ankihha nikahal afifatil muslim. Balki uni iffetlik bir musulmonning nikohida nikohlantir. Ya'ni uni iffetlik deb nikohlantir. Mana bu bizning dinimizning ko'rsatmasi. Mayli siz qanchalik gunoh qilgan bo'ling, agar uning haqiqiy tavba qilgan bo'lsangiz, uni ochmang. Tugidi, ketdi. Allah kechirdi. Uni aytmasangiz, yolg'onchi, xiyonatchi hisoblanmaysiz. Shundaqla to'y qilmoqchi bo'lgan o'g'il qizlar, o'g'il qizni yaxshi surishtirgandan keyin, qiz bilan ko'rishgan vaqtida siz u gunohni qilganmi, bu ishni qilib boqqanmi deb so'ramaslik kerak. Qizmi o'g'ildan siz unda qilib boqqanmi, bunda qilib boqqanmi deb o'tmishdagi xatoligini surishtirmaslik kerak. Boshqalarni surishtirish kerak. Qandoq yashadi, kim bilan aralashdi, nima ishlarni qildi, buni obdan surishtirib bo'lgandan keyin o'zidan so'ramaslik kerak. Surishtirgan vaqtida qanoat qilmasa, to'y qilmaslik kerak. To'rtinchisi, ya'ni to'y qilmoqchi bo'lgan o'g'il qizlar to'ydan burun diqqat qilishga tegishli ishlarning to'rtinchisi bo'lsa, to'y qilmoqchi bo'lgan o'g'il qizning akalari bilan, dadasi bilan munosabat qilganda buningga diqqat qilish kerak. Qiz o'g'ilning singlisi bilan, onasi bilan bo'lgan munosabat qilganda buningga diqqat qilish kerak. Chunki qiz mijozini, xo'yini onasidan oladi. O'g'il mijoz xo'yini dadasidan oladi. Bir odam qarshi jinsga qanday muomala qilsa, ya'ni er kishi ayol kishiga, mayli onasi bo'lsin, qiz bo'lsin, qanday muomala qilsa, ayoliga shunday muomala qiladi. Bir o'g'il singlisiga, onasiga qanday muomala qilsa, ayoliga shunday yumshoq, iliq muomala qiladi. Shuning uchun to'y qilmoqchi bo'lgan o'g'il qizlar qarshi tarafning tuqqanlari bilan, akasi bilan, dadasi bilan, onasi bilan munosabati qanday, bunga diqqat qilish kerak, surishtirish kerak. Shundaqla onasining mijozi qanday, bola tarbiyasi qanday, bu nuqtalarga diqqat qilish kerak. Asla boshqalarning qizni bilsanglar bo'ldi, sen onasini olmagandan keyin degan bu gapiga aldanmaslik kerak. Onasini olasiz, ya'ni onasini qiyin onalikqa olasiz. Shunga bizning Uyg'ur madaniyatimizda qiz olsang onasini ol deydigan gap bor. Bu intayin to'g'ri. 5-inchisi, o'g'il qizning chechanligiga diqqat qilish kerak. Qiz o'g'ilning mas'uliyatlariga diqqat qilish kerak. Chunki qizning chechan suzuk bo'lishi erni to'ydan keyingi nurg'ulg'an xafalıqlardan qutuldiradi va shundaqla nurg'ulg'an bosh og'riqidan qutuldiradi. Chechan ayol ishlarga qanday muomala qilishni biladi, imkon qadar ishlarni o'zi hal qiladi. Mustaqil fikr qila oladi, boshqalarning gapiga aldanmaydi, ya'ni turmushiga boshqalarni aralashtirmaydi. Hatto oilasi jidal bo'lib qolsa-mu, uni berib onasiga, dadasiga deb yurmaydi. O'zi hal qiladi. Ammo chechan bo'lmagan, suzuk bo'lmagan do'troq qizlar bo'lsa, o'yda nima ish bo'lsa uni do'stlariga deydi, onasiga deydi, ozroq ko'ngil og'risimi dadasiga deydi. Shuning bilan uning oilasiga do'sti aralashadi, onasi aralashadi, dadasi aralashadi, oila osonla buziladi. Shuning uchun qizning chechanligi va mustaqil fikr qila oladigan bo'lishi nihoyat muhim. Masalan, payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom bir ayolga uylangan. Uylanib to'y kechisi payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom o ayolni qashqa kelgan vaqtida o ayol "A'udhu billahi mink, sendan Alloh bilan panohlik tilayman" degan. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom bu gapni anglab cho'shib ketgan. "Nima ish bunday deysan?"
desa, o ayol men ayollaringizdan Muhammad alayhisalom nimani yaxshi ko'radi deb so'radim. Ba'zi ayollarimiz Muhammad alayhisalom a'uzu billahi minka degan gapni, ya'ni sendan panohlik tilayman degan bu gapni yaxshi ko'radi dedi. Shunga bu gapni dedim degan. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom "Nayt buyuk zot bilan panohlik tiladi" deb shu vaqt so'zni berdi. Nima uchun? Chunki u ayolda gapni kimdan so'rash, qanday so'rash, gap to'g'rimi, xatomi, buni org'idek ong yo'q. Ya'ni chichan emas. Bunda ayol payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomning ayoli bo'lishga arzimaydi. Shuning uchun payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom bu ayol bilan shu kunlar ajrashib ketdi. Asli chichan ayol degan bir erining yaxshi ko'rgan gapini kundashlardan so'maydi. So'g'an taqdirdami, nim desa, nimani o'gitib qo'ysa, uni demaydi. O'ylab baqadi. Bu gap to'g'rimi, xatomi? Buni desam, yo'ldishim xafa bo'landi yoki xushallandi. Buni o'ylay oladi. Ammo bu ayol uni o'ylayolmagan. Shuning uchun payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom bu ayolning chichanligiga, suzukligiga ishonch qilmay ajrashib ketdi. Qizlarga nisbatan o'g'ilning mas'uliyat engining yuqori bo'lishi nihoyatda muhim. Bir qizning mas'uliyatsiz, oilasi bilan chatiqi yo'q, ayoli bilan kori yo'q bir erga tegib qolishi uning baxtsiz bo'lishiga yetarli ish. 6-si to'ydan keyin o'ngshilib qolar. Cho'nglarimiz ba'zi o'g'il qizlarni tunishtiradi. O'g'il qizda ba'zi kamchiliklarni ko'radi. Qizmi o'g'ilda ba'zi yetersizliklarni ko'radi. O'g'il qanday qilsam bo'lar deb bu haqda o'ylandi. Ya'ni uni tuzuguli bo'lamdi, bo'lmamdi. Bu haqda o'ylandi. Shu vaqtda cho'nglardan ba'zilari to'y qilgandan keyin o'ngshilib ketadi deb saloq. Bu saloqqa hargiz aldam. Texmi inchikiling, texmi tekshiring. Agar u kamchilik, u yetersizlik siz qabul qila oladigan kamchilik bo'lsa, to'y qilishga qarab bersangiz bo'ladi. Agar siz aslo qabul qila olmaydigan kamchilik bo'lsa, to'ydan keyin o'ngshilib qoladi degan bu saloqning keyiniga kirmang. Chunki amaliy tadqiqotlarda isbotlanishicha, to'ydan ilgariki ayib nuqsonlar to'ydan keyin %50% ko'paydi ekan. Ya'ni bir o'g'ilning 10 ayib bo'lsa, to'ydan keyin 15 bo'ladi ekan. Qizdimi o'xshash bo'ladi ekan. Ya'ni ayib to'ydan keyin texmi ko'paydi ekan. Shuning uchun to'y qilmoqchi bo'lgan o'g'il qizlar qarshi tarafda bir yetersizlikni ko'rsa, bir ayibni ko'rsa, uni qabul qila olsa, qilsa bo'ladi. Ammo qabul qila olmaydigan bir ayibni ko'rsa, to'yni qilib olsam, to'ydan keyin o'ngshab ketaman yoki o'ngshilib qola degan bu niyat bilan to'y qilishda o'ylanish kerak. 7-si yolg'onchini asla jo'riqib tanlama. Yolg'onchini kimni jo'riqib tanlasin? Bugungi kunimizda yolg'onchilikning mana bir usuli bor. Ba'zi o'g'il qizlar to'y qilishga kelishadi. Ba'zi o'g'il, ba'zi qiz aldaydi. Qanday aldaydi? Ba'zi o'g'illar o'zining to'y qilganligini qarshi tarafga aytmaydi. Ishlarning hammasi bitib, to'y qilgani oz qolganda yoki hafta qolganda yoki bir kun, 2 kun qolgan vaqtida qizga o'zining to'y qilganligini aytadi. Bu vaqtda qiz yanay desa, nurg'ulg'an ishlar bitib bo'lgan, kishilarni to'yga chaqirib bo'lgan, qiz amalsiz to'y qilishga majbur bo'ladi. Ya'ni ba'zi qizlar o'zining ilgari to'y qilganligini yigitdan yushiradi. Ishlar bitib, kishilarni to'yga chaqirib bo'lganda, sizga bir gap batdi, demasam ko'nglim unimidi? Xuddi o'zini samimiy ko'rsatib, sizni yaxshi ko'rganligim uchun deyanmidim, bu ish buzilib ketmasin deb deyanmidim degan bahonalar bilan to'y eng yaqinlashgan, eng halqiliq payt kelgan vaqtida o'zining ilgari to'y qilganligini o'g'ilga aytadi. Bu vaqtda o'g'il amalsiz, majburiy holda u qizni qabul qiladi va yoki keskin iroda bilan qabul qilmaydi. Ba'zi o'g'il qizlar mushunda holatga duch keladi. Bunda qalb qanday qilish kerak? Keskin o'tirishni tanlamaslik kerak. Qanchalik badal ketsa mayli. Kishilarni chaqirib bo'lgan bo'lsangiz, mayli qaytiring. Ammo bu yolg'onchini jo'riq tanlashga bo'lmaydi. Chunki qizmi yolg'onchi, o'g'ilmi yolg'onchi. Ilgari deydigan, deyanmadim, vaqt chiqmadi, endi fursat bo'ldi deganim yo'q. Turmushni ilgari mushundaq cho'ng ishda yolg'a aytgan bo'lsa, turmushdan keyin uningdan cho'ng ishladimi sizga yolg'a aytadi, xiyonat qiladi. Shuning uchun to'y qilmoqchi bo'lgan o'g'il qizlar, agar siz mushundaq bir ishga duch kelsangiz, qanchalik badal to'lasangiz, qanchalik qurbonlik bersangiz, u yolg'onchini jo'riq tanlamang. Mana bu 7 turlik ish to'y qilmoqchi bo'lgan o'g'il qizlar to'ydan burun alohida diqqat qilishga tegishli ishlarning birisi. Undaqda to'y qilmoqchi bo'lgan o'g'il qizlar loyiq tanlashda qarshi tarafni nimalarga asoslanib tanlaydi, nimalarni o'lcham qo'yadi, qaysi ishlarni birinchi shart qiladi, qaysi ishlarni ikkinchi shart qiladi. Loyiq tanlashda nimalarga diqqat qilamiz? Bu haqida kitoblar qiziqsanglar, diqqatinglar kelarki darsimizda bo'lsin.